Siz bu insonlarni videolardagi matnlarni Captions'da qilinishini bilasiz. Ammo uni ishlatish pulli bo'lgani uchun ishlatmayapsizmi? Bu videoda sizga uni tekinga qilishni o'rgataman. Avval Premiere Pro'ga videoni tashlab, ustiga shape chizamiz. Effects Control'dan fillni yashilga o'zgartirib, uni render qilamiz. Captions saytiga kirib, videoni yuklaymiz. O'zbek tilini tanlab, davom ettirishni bosamiz. Kerakli dizayn va sozlamalarni to'g'rilab olamiz. Keyin video yozib oluvchi dasturga kirib, tekst bor maydonni belgilab yozib olamiz. Yozib olingan videoni Premiere Pro'ga tashlaymiz. Yozuvlar videoga mos kelishi uchun ikkala videoni belgilab sinxron qilamiz. Ortiqcha joylarni kesib tashlab, matnni kerakli joyga joylashtiramiz. Effects bo'limidan Ultra Key effektini videoga otib, Effects Control'dan yashil rangni belgilaymiz. Tayyor. Agar men ishlatgan video yozuvchi ilova kerak bo'lsa, izohlarda kerak deb yozib qoldiring. Videoni yo'qotmaslik uchun uni saqlab qo'ying.